ko'rgan bu telefonni nima deyapti? Gustochi original telefoni. Mana buni qarang, buni ranglari nima deyapti? Buni ranglari temno-siniy. Bu upakovkalar nima deyapti? Upakovkalar. Legendarniy Perfectum telefonni ishlatganlar biladi. Gusto 3 telefoni eng legendasi bo'lgan. Bu telefonni zaskretchni ochishi, ovoz baland, ruskiy teksti bo'lishini hamma biladi. Undan tashqari bu telefonning eng zo'r fishkasi batareykasi ancha uzoqqa yetadi. Narxlarga keladigan bo'lsa, ko'pchilik Xitoykini dublikatini har xil narxlarga $100, $120 nimalardir deyishayotgan ekan. Original Amerikadan keladigan telefon $140 turadi. Kimga kerak bo'lsa, pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Yana bitta narsa, bizada kelasizlar, oborib berish telefonni, podключение qilib berish, hamma narsasi bor. Ovora bo'lib o'tirmaysizlar. Vaqtinglar bo'lmasa shunda telefon qilasizlar, nomer tanlaysizlar, telefonni yoqib, sразу uyingizgacha yetkazib oborib beramiz. Manzilni qaytarib o'tamiz. Sergeli mashina bozor 5-blok 15-do'kondamiz. Yurayjanni bitta qizartirib qo'ying, siz shundan gapiraman. Hammalarni kutib qolamiz.